Azizlar, dunyoda hammamiz mo'min musulmonmiz deymiz. Musulmonchilikni, qonun qoidalarini hayot turmushida aslini bilamizmi? Yer qanday haqlari bor gardanida oilasiga, ayoliga nisbatan biladimi? Ayol eriga nisbatan qanday haqlari bor biladimi? Sizlarga muborak hadislardan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sizni bizga tayinlagan so'zlaridan gapirib o'tgan bo'lamiz. Muoviya Haydata o'g'lidan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor ya Rasululloh? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: birinchisi iqtisod, yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing. Ikkinchisi kiyintirishing, kiyimlardan xabar olishing. Uchinchisi hech qachon urmasliging, ayniqsa yuziga urma ayolingni. To'rtinchisi hech qachon onasidan, otasidan, zotidan haqoratlanib, tahqir so'kinishlarni qilmagin. Do'stingni bu so'zlar bilan dushmaningga aylantirib qo'ymagin. Arazlaganingda uydan chiqib ketmasdan boshqa xonada bo'lgin. Muhtaram birodarlar, hatto ba'zida namozxon, ibodatdaman, hajga ham borib keldim deganlarni xotiniga tahqir haqoratlarni aytib o'rganini guvohi ham bo'lib qolamiz. Hatto ba'zilar bor, pul topki, bozorga bor, qayerga borsang bor, pul topgin. Erini gardanida farz, oilani boshqarish, boqish. Ona, ayol bu ona. Farzandlarga ko'proq mehr ulashib, bolalarni qadrini, oqibatini ko'tarish, o'quvdan, maktabdan kelish, borishiga qaraydigan, ko'chadan mehnat qilib pul topib kelish, bu erni gardaniga yuklangan vazifadir. Azizlar, dunyoda hammamiz mo'min musulmonmiz deymiz. Musulmonchilikni, qonun qoidalarini hayot turmushida aslini bilamizmi? Yer qanday haqlari bor gardanida oilasiga